Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana o'tgan suhbatimizda sizlar bilan ana shu rizqqa taalluqli darslarning birinchisini boshlagan bo'ldik. Bu tavakkul degan dars edi. Va ana shuncha vaqtni ko'p ketganiga qaramasdan bu mavzu oxiriga yetgani yo'q birodarlar. Chunki bu shunday bir mavzuki, shu tavakkulni nimaligini tushunib yetib olsak, tavakkul qilishlikni o'rganib olsak, qolgan aytiladigan 7 ta mavzuga amal qilishimiz oson bo'ladi. Mana tavakkulni bir qancha misollar bilan tushuntirgan bo'ldik. Ya'ni insonni devorga suyanib o'tirganligi-yu, suyanmay o'tirganligi misolida. Devorga suyanib o'tirgan odamni beli tolmaydi, suyanmayotgan odamni beli toladi. Xuddi shunga o'xshagandek hayotda Allohga suyanishni bilib yashagan odamni beli tolmaydi hayotda. Aksincha, Robbisini topa olmasdan Robbisiga suyanishni bilmay yashayotgan insonni har qancha quvvati katta bo'lmasin, baribir kun beli tolishligi bor. Tavakkulni yana baliq ovlagani chiqqan dengizchiga o'xshatdik. Bu baliqchi dengizga chiqib to'rini yoyib qo'yar edi, qolganini Allohga tavakkul qilar edi. Tavakkul degani bu tafkir, tadbir, so'ngra tavakkul. Ya'ni ro'baramizda bir mushkula turadigan bo'lsa, buni hal qilishlik yo'li haqida fikr yuritamiz avval, kallani ishlatamiz. So'ngra shu yegan yechimimizga amal qilib harakat qilamiz, natijasini Allohga qo'yamiz. Tavakkul degani bu Allohga tashab qo'yish ekan deb bir tomonlama noto'g'ri tushunib olmaylik. Inson o'ziga bog'liq bo'lgan hamma sabablarni qiladi, natijasi haqida g'am qilmaydi. Mana shu narsani tavakkul dedik. Va aytdikki, tavakkul bu Alloh taolo siz bilan bizni buyurgan bir ibodat. Tavakkul bu iymon sharti. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Mana va alallohi falyatawakkalul mu'minun. Boshqa oyatda in kuntum mu'minin. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar haqiqatan iymon keltirgan mu'min bo'lsanglar, unda Allohga suyaninglar deydi. Allohga tavakkul qilinglar deydi. Bu siz bilan biz xohlasak suyanib, xohlamasak suyanmaydigan, xohlasak qilib, xohlamasak qilmaydigan ish emas. Alloh tomonidan buyruq bu. Agar mu'min bo'lsanglar, modomiki o'zingizlarni mu'minlardan hisoblar ekansizlar, bas sizlar albatta Alloh taologa tavakkul qilinglar. Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Agar mu'minligi rost bo'lsa, Allohga suyaninglar. Mana tavakkuldan bir qancha misollarda aytdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana yahudiylarni bir qabilasini qamal qilib turgan paytida qo'rg'onda qal'ada yahudiylar qamal bo'lib turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu paytda qo'shindan ajrab daraxtning soyasiga salqiniga borib ozgina dam olmoqchi bo'ladi. Borib yotgan paytda qo'rg'onning ustidan qarab turgan yahudiylar aytishki, Muhammadni bundan boshqa xoli holda topishlar qiyin. Kim borib qilayotganini uni o'ldirib keladi-da, bizni mana shu mushkullardan qutqaradi dedi. Ulardan bir kishi shunday shoshilgancha tushdi-da, ko'z ochib yumguncha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ustida qilichini yang'ashlab turar edi. Ya'ni shunday holatki, qilichni to'sib turadigan hech narsa yo'q. Man yamna'uka minni ya Muhammad. Ey Muhammad, endi seni mendan kim man qilib qoladi, to'sib qoladi? Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tamomiy xotirjamlik lahjasi bilan, xotirjamlik shivasi bilan Alloh dedi. Alloh degan kalimani aytishligi bilan hali yahudiyda oyog'i qaltiradi, qo'li titradi, qilich tushib ketdi qo'lidan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilichni oldi, endi seni kim qutqaradi mendan dedi. Bu o'rinda nima dars olamiz? Alloh azza va jalla payg'ambarini himoya qilishiga qodir zot. Nimaga yahudiyni mana shu darajaga yaqin kelishiga qo'yib qo'ydi? Bu ilohiy hikmat, vallohu alam. Lekin siz bilan bizga berilgan ibrat shuki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana shu holati bilan Alloh taolo bizga dars beryapti. Hatto mana shunday holatda ham Allohdan qolmanglar. Qilichni ko'tarib chopayotganda ham Alloh deb turinglar. Agar Alloh xohlasa bo'ladi, xohlamasa bo'lmaydi dedi. Mana tavakkul haqida bir qancha oyatlarda, hadislarda, misollarda eshitgan bo'ldik. Agar qalblarimiz yumshab, Allohning zikridan orom olib, ozgina bir qaltiragan bo'lsa qalblarimiz, bu yaxshilik belgisi.
Zero Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Vallazina innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iymana va ala robbihim yatawakkalun." Ya'ni 3 ta sifatni aytadi Alloh taolo. O'zini yaxshi bandalarida bo'lish kerak bo'lgan 3 ta sifatni aytadi. Quloq solaylik va o'zimizdan topishlikka harakat qilaylik. Meni bandalarim shunday bo'ladilarki, agar ularga Alloh zikr qilinsa, Alloh eslatilinsa, qalblari titraydi, qalblari yumshaydi. Alloh degan so'zni eshitganda qalbimiz yumshaydigan bo'lsa, yaxshilikning bitta belgisi. Va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iymana. Agar ana shu qalbi yumshab turgan mu'minlarga bizning oyatlarimiz tilovat qilinib bersa, ularda iymonlarga iymon qo'shiladi. Haqiqatda shunaqada deysiz-ku. Bar biz aytgan bo'lmayapti-yu, Alloh aytgani bo'ladi-yu. Oyat, hadis bularni eshitgan paytimizda iymonimizga iymon qo'shilish kerak. Va nima deyishimiz kerak? Allohga tavakkal deyishimiz kerak. Bir muammo o'ylantirib, siqib bo'g'ib turuvdi bizni. Keldik, Allohni eslatuvdi, qalbimiz dunyodan ozgina ajradida maza qilib qoldi Allohning zikri bilan. Birodarlar, qalbning dorisi bitta. Chanqog'ida 4 yesangiz qoldirmaydi. Shunday emasmi? Non yesangiz qoldirmaydi, chanqog'ida suyuqlik qondiradi. Xuddi shunga o'xshagandek qalbni xotirjamligi, qalbni oromi pul bilan bo'lmaydi. Obro' bilan bo'lmaydi, buni yaxshi bilamiz. Faqat Allohning zikri bilan bo'ladi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Qalblar faqat Allohni eslaganda orom olmaydimi, deyapti Alloh. Allohni eslatdi, qalbingiz orom oldi, dard chiqdi esga. Oyatni o'qib berdi, iymoningizga iymon qo'shildi. Keyin nima deysiz? Allohga tavakkal dedingiz. Men o'zimga bog'liq bo'lgan hamma ishni qildim, bu dedi, chashdim, suvni qo'ydim, dorini qo'ydim. Endi natija kimning qo'lida? Tovarni konteynerga sezoniga ulgutib olib keling. Rasxodni iloji boricha ozroq qilib, narxni minimal darajada bozorga qo'ying, tovarni chiroyli yaying, endi nima deng? Ketarmikin endi desak, birodarlar, bu tavakkul bo'lmay qoladi. Demak, tavakkulga xulosa yasaydigan bo'lsak, tavakkul bu mana ulamolar aytadi, huwa sidqu itimadul qalb ala Alloh azza va jalla fi istijlabil masalih va dafil madar min umurid dunya val axirah kulliha. Tavakkul degani dunyo ishida ham, oxirat ishida ham, foydani ham, ziyonni ham keltiradigan ham, qaytaradigan ham faqat Alloh degan so'zga tamomiy iymon keltirib olgan bo'lsak, tavakkul degan so'zni tushunibmiz. Yana qaytarib aytamiz. Dunyoda ham, oxiratda ham, foydani ham, ziyonni ham, keltiradigan ham, qaytaradigan ham, ya'ni mushkulaga soladigan ham, mushkuladan chiqaradigan ham faqat Alloh degan e'tiqodga kelsak, birodarlar, biz mutavakkillardan bo'lamiz inshaalloh. Bizning qo'limizda faqat sabab bor. Avval ana shu mushkulani fikr qilamiz, tafkir, so'ngra tadbir, qo'limizdan kelgan harakat qilamiz, natijasini nima qilamiz? Tafkir, tadbir, tavakkul. Agar shior shu bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh xotirjamlik degan narsani topib ko'ramiz inshaalloh. Qo'limiz ishda, qalbimiz Alloh bilan bo'lishligi kerak. Mana bugun ana shu rizqqa barokat olib keladigan sabablarning ikkinchisi haqida gaplashamiz. Birinchisi tushunali bo'ldi. Demak, tavakkul qilgan el na qalqonni, na qalqonning g'amini yer. Dil va yoru dast bakor. Dil yor bilan bo'lsin, Alloh bilan, qo'l ishda bo'lsin. Shiorimiz shu. Bugun mana ikkinchi darsimizni boshlagan bo'lamiz inshaalloh. Bu rizqqa barakat olib keladigan, rizqi keng bo'lishiga sabab bo'ladigan, qalbimizga xotirjamlik olib keladigan ishlarning ikkinchisi bu taqvo. O'zi bu yerda aytiladigan mana shu 8 ta darsimiz, birodarlar, mo'min odamda har bittasini kundalik hayotida bo'lish kerak. Kundalik hayotida bor bu narsa. Faqat ayni mana shu narsalar rizqimizga baraka olib kelishligini ham eshitib qolsak, avval 50% harakat qilayotgan bo'lsak, endi 51% harakat qilamiz. Chunki xolayli biz shunaqa zamonda yashayapmizki, birinchi o'rinda iqtisodimiz turib qo'ygan. Ana shu cho'ntagimizga to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor mana shu taqvoyini demasangiz, biz odamlar mukofotni faqat oxiratda olamiz ekan deydi-da, taqvoni qo'yib bozorga yurib ketayotganini ko'ryapmiz. Bir birodarimiz so'ragan edi, mana subhanalloh, alhamdulillah, astag'firulloh degan kalimalarni aytamiz. Albatta buni ajrini qayerda olamiz?
Oxiratda olamiz. Endi dunyo hayotida ham foydasi bormi buni? deb so'ragan edi. Birodarlar bor, to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Inshaalloh mana keyingi darslarimizda istig'for va tavba degan dars keladi. Mana Nuh alayhisalom o'zini qavmini Allohning diniga da'vat qilib turib aytadi: "Va qul tustagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara yumdidkum bi amwalin va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara." Bitta istig'for aytsalar 5 ta narsa beradi Alloh. Dunyoda o'zida birodarlar. Bu aytilgan 5 ta mukofot oxiratda deyilmayapti. Dunyoda o'zida beriladigan 5 ta. Nimani beradi? Istig'for aytsanglar, ustinglarga yomg'irli bulutni jo'natadi. Dunyoda olyapmizmi? Yo oxiratda olyapmizmi buni? Yumdidkum bi amwal, pul bilan quvvatlaydi. Va banin, farzandlar beradi. Dunyoda olyapmizmi? Va yaj'alakum jannatin, bog'roqlarni beradi. Va yaj'alakum anhara, daryolarida to'ldirib suv oqazaman deyapti. Nima kerak? Qarang, yomg'ir bu ekologiya degani bu. Tabiat zo'r bo'ladi, pul bo'ladi, farzand bo'ladi, bog' bo'ladi, suv bo'ladi. Nima kerak yana dunyoda? Nimani evaziga beryapti? Shunaqa osonmi? Oson birodarlar. Istig'for aytishni o'rniga televizor ko'rib qo'yamiz biz. Shu narsani aksi bo'lgan rizqimizni tirtaytiradigan. Mana ikkinchisi taqvo deb aytdik. Inna akramakum indallohi atqakum dedi Alloh taolo Hujurat surasida. Allohning huzurida sizlarni eng hurmati balandinglar dedi, olimiylar demadi. Omiylar demadi. Arabiylar, ajamiylar demadi. Boylar, kambag'allar demadi. Bitta sifatda aytdi. Agar faqat men Allohning huzurida kambag'allarning hurmati baland bo'lsa, boylarga zulm bo'lib qolardi. Yo'qsincha, faqat erkaklarda Alloh meni huzurimda hurmati baland desa, ayollarga zulm bo'lib qolardi. Bu hammani qurbi yetmaydi bu narsaga. Lekin Alloh taolo shunday o'lchovni qo'ydiki, bu o'lchovning oldida hammani imkoni, shansi bir xil. Boy odam ham taqvoli bo'la oladi. Harakat qilsa, kambag'al odam ham. Meni huzurimda sizlarning eng hurmati balandinglar, taqvodorroqinglar, mendan ko'proq qo'rqaninglar. Xo'p, taqvo degan so'zni o'zini hal qilib olaylik. Taqvo nima? Mana Ali ibn Abi Talib aytadi: "At-taqvo al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit-tanzil va rido bil qalil va isti'dadun li yawmir rahil." Taqvo bizni tilga to'g'ridan to'g'ri o'girsak, qo'rquv degani. Taqvo degani ehtiyotkorlik degani. Nimadan ehtiyotkorlik? Gunoh ish qilib qo'yishlik, qilmaslik emas. Bu boshqa masala. Gunoh qilib qo'yishlikka yaqin borishlikdan ehtiyot bo'lish taqvodorlik. Ali ibn Karamallohu boshqa aytadi, taqvo degani nima desa aytadiki, al-xawfu minal jalil. Jalildan qo'rqish bir. Val amalu bit-tanzil. Hayotda qiladigan hamma ishini tanzil bo'yicha, Qur'on bo'yicha bajarishlik. To'g'ri kelgan narsani xohlaganda qilib o'rganish emas. Musulmon odam mol bo'lmaydi birodarlar. Musulmon odamda kitobi bor, musulmon odamda payg'ambar qo'yib ketgan yo'li bor. Bir narsani yeyishdan burun so'raydi, buni yesa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Halolmi, harommi? Mana savdoni qilmoqchiman. Shu savdosi halolmi, harommi? Hayotda qiladigan ishini tartibi bor. Al-amalu bit-tanzil. Ya'ni ana shu Allohning kitobi bilan amal qilishlik, taqvo degan bir ko'rinishi ar-rizo bil qalil. Ozgina narsaga ham nima bo'lishlik? Rozi bo'lishlik. Mana shu joyda juda ko'pchiligimiz oqsaymiz. Xo'p, amalut bit-tanzil qiyin endi. Allohning kitobi bilan hammasiga yashash haqiqatan mashaqqat, qiyin. Lekin Alloh bergan kuniga rozi bo'lib qo'yish ham birodarlar, taqvodorligning belgisi ekan. O'zi rozi bo'lgan odam uni oz demaydi. Rozi bo'lganiga uchun u narsa oz emas, rozi bo'lgan uchun ko'p bo'laveradi. Norozi bo'lgan odamda ko'p bo'lsa ham oz bo'laveradi. Va istidad lil rahil. Rahil kuniga, safar qilinadigan, ketadigan kunga tayyorgarlik. Mana shu narsa taqvo deb aytgan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan taqvo nima deb so'rashganda u kishi javob berib aytganlarki, tikanzordan, tikanlari ko'p bo'lgan yo'ldan yalang oyoq yurganmisan deydi.
So'rayotgan odamga, "Ha, yurganman" deydi. "Qanaqa qilib yurgansan?" "Ha, ehtiyot bo'lib, bitta qadamimni ko'tarishdan burun qayerga qo'yib olishimni ko'rib olib turib, oyog'imni uchini qo'yib ehtiyot bo'lib, keyingi oyog'imni ko'tarmay narigi joyda qaraganman" deganda, taqvo xuddi shunaqa deydi. Bitta gapni gapirishdan burun o'ylanasan, to'g'rimi, noto'g'rimi? Bitta ish qilishdan burun fikr qilasan, tushadimi, tushmaydimi kitobga? Qiyin bo'lib ketadi unda hayot. Har bitta gapingizni o'ylab gapiraversangiz. Unda gapirmaslikka to'g'ri keladi-yu. Shunaqa birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Abu Zar G'iforiy aytadi, "Yo Rasululloh, bu og'zimizdan chiqqan gapga ham hali javob beramizmi? Gapirgan gapimizga ham hali javob beramizmi?" desa, "Fakilatga ummuka ya Abu Zar" dedi. "Onangiz yo'qotib qo'ysin, ya Abu Zar, qurib ketgur" deganmiz tilda. Ha, bilmaysizmi, odamlarda jahannamga ko'prog'i tili tufayli tushib ketadi dedi. Subhanalloh, Alloh taolo bu tilni shunday qilib yaratibdiki, charchamas ekan. Qo'lingiz bilan, oyog'ingiz bilan gunohsiz ham, savobsiz ham charcha majbur bo'lasiz, lekin tilimiz charchamas ekan. Taqvo qorin bilan bo'ladi. To'g'ri kelgan narsani yemaslik bilan. Ko'z bilan bo'ladi, quloq bilan bo'ladi, til bilan bo'ladi, qo'l bilan, oyoq bilan bo'ladi. Al-xawfu minal jalil deyildimi? Allohdan qo'rqdingiz, taqvodor bo'laverasiz. Taqvodor bo'lsangiz, mukofoti dunyoda ham bor. 13 ta foydasi sanalgan, vallohu alam qanchaligini. Ayni taqvodor odamga beriladigan 13 ta foyda. Mana endi rizqqa nima daxli bor buni? Rizqqa nima daxli bor? Ya'ni topayotgan pulimizga nima aloqasi bor? Yaqululloh azza va jalla fi surati Talaq: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib va man yatawakkal 'alallohi fa huwa hasbuhu." Kim deydi Alloh taolo, Allohdan taqvo qilsa, Alloh bu kishi uchun mahrojni beradi. Mahroj degani nima degani? Masdari xaraja degan so'zdan olinadi, chiqib ketadigan joy degani. Kinoxonaga kirganinglarda svet o'chgan mahalda vaqt deb yozib qo'yardi zangori chiroq bilan. O'shunga qarab yurib kelardinglar. Agar o'sha chiroq bo'lmasa ko'zimiz ko'r turaverardik. Chiqib ketadigan joy mahroj deyiladi. Nimadan chiqib ketadigan joy? Masjiddan chiqib ketadigan joymi? Mushkulidan chiqib ketadigan joy. Iqtisod mushkula bo'lyaptimi? Muomala, oilada kelishmovchilik mushkula bo'lyaptimi? Mahalla ko'yda muomala mushkula bo'lyaptimi? Qanaqa problema, qanaqa bir qiyinchilikka kirib qolsak, chiqib ketishlikning yagona yo'li pul emas ekan. Puling bo'lsa, любой joydan chiqib ketasan. Pul bo'lsa, changalda sho'ra kechirasizlar. Biran puli bor odamlar o'sha cho'rvan changalda usholmayapti. Men pulim bor, hajga xohlagan mahalda boraman degan akalar 3-4 yil bo'ldi akalar. Bora olmay qolganlar bo'ldi. Pul xalq emas ekan. Ming afsus bo'lsinki, bizga mana shu tashqaridan kelayotgan bir salbiy ta'sirlar, televizorda olayotgan tarbiyamizdan pul hamma yoqda rishaq qiladi degan tushuncha kelib qolgan kallamizga. Pul ham hal qila olmaydigan ishlar bor, birodarlar. Uni faqat taqvo hal qiladi. Shunday emasmi? Ana shu milliarderlarni og'zi tan bilmayapti bittasini. Dunyoyimni yarmini beraman deyapti. Agar shu tan bilishlik sifatini qaytarib bersa deyapti. Topdi o'sha dunyoda kattasini, lekin yarmini voz kechib olishga tayyor bo'lyapti. Birodarlar, podsholardan biri vaziriga menga bir nasihat qil deydi. Podsho vazirlarda aqlligini, Xudodan qo'rqqanini tanlagan avvalgi zamondagi yaxshi podsholar. Haddimdan oshib ketsam, Allohni eslatib jonimga qo'yib qo'y deyishga yaraydigan vazirlarni tanlagan. O'sha vazirlardan bittasiga menga nasihat qiling desa aytadiki, podsho deydi. Sahroda qolsangiz, suvingiz tugagan bo'lsa, tomog'ingiz yopishib o'lishga yaqin bo'lsangiz, bir piyola suv uchun yarim podshohligingizni beramidingiz? Ha, o'lib qolsam nima qilaman butun podshohlikni? Berardim yarmini deydi. Bir piyola suvga yarim boyligini almashtirib olyapti. Endi ana shu kirgan bir piyola suv chiqmay turib oldi, azob beryapti, chiqa olmayapti. Qolgan yarmini beramidingiz deydi. Qolgan yarmini berardim deydi. Demak, qadri bir piyolachalik suvga bo'lgan dunyoga muhabbatingizni qattiq qo'ymang deydi. Ana birodarlar. Suvni ichishligimiz ne'mat, chiqarib olishimiz qanaqa ne'mat? Buni chiqara olmay qolganlar biladi. Qanchadir bir miqdorda turar ekan bu pul, ana shu doktorlar o'zlari biladi.
Bir marta shu bavul qildirib, siydirib qo'yishligi ma'lum rusumda deb pulni to'laydi, bir marta siyib olishligi rohati uchun. Pul hamma narsani hal qilmaydi. Qanday mushkullar bo'lsa deyapti Alloh taolo. Chiqib ketadigan yo'l faqat taqvo bilan bo'ladi. Xo'p, bo'ldimi? Mushkullardan chiqarib qo'ydi, tashab qo'yadimi Alloh? Yo'q. Yana orqasida nima degan? Kutmagan joydan rizqini berib qo'yadi. Mana kecha gapirdik. Ali roziyallohu anhu taqvo qildi, bitta onani berdi. Kirdi, nima bo'ldi? Kuttirdimi? Alloh azza va jalla kuttirdimi? Tavakkul qildi, taqvo qildi, bitta onani 10 ta bo'lib kelmadimi? Yana 9 ta bersa unamayapti. Ya 10 ta bo'lish kerak deyapti. Ana birodarlar, mushkullardan qanaqa qilib chiqilgan ular. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari Badrda birodarlar 314 ta edi. Kofirlar 1000 tadan oshiq edi. Ashiru ilayya ayyuhan nas dedi Rasululloh. Nima qilamiz? Maslahat beringlar dedi sahobalar. Hammasi bir ovozdan urushamiz ya Rasululloh dedi. Alloh taolo minglagan farishtalarni tushirib qo'ydimi? Taqvo qilishudi, problemasini hal qilib berdimi? Ha? Nimaga ibrat olmaymiz? Dunyodagi konkretni bo'lib turgan problemasini Alloh hal qilib berdi. Nima qilganligi uchun? Va ishonavering, qilib ko'raylik-da shu taqvoni. Gapga kirmayotgan xotinimizni ham tarbiyaga solib qo'yadi. O'sha tutmayotgan imoratimizni ham tutkizib beradi Alloh. Faqat taqvo qilaylik. Mana Ibn Abbos va yarzuqhu min haythu la yahtasib kutmagan joydan rizqini yetkazadi degan oyatda sharab aytadiki, yarzuquhu min haythu la yahtasib ay min haythu la ya'mal va la yarju. Kutmayotgan, hayoliga keltirmayotgan joydan rizqini yetkazib qo'yadi. Bu oyat birodarlar. Agar shuncha shubhamiz bo'lsa, kalima keltirib yangilab olaylik. Iymondan olib qolish xavfimiz bor. Taqvo qilsam Alloh har qanday mushkullarni hal qiladi degan e'tiqodda shubhasi bor odam kalimani keltirib olsin boshqatdan. Chunki Alloh taolo va'da beryapti. Albatta mushkulasini hal qilaman, orqasidan mukofotini ham beraman. Mana boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard." Agar deydi. Bir qavmga Alloh taolo payg'ambarni yubordi. Payg'ambar ularni Allohga da'vat qildi. Qavm inkor qildi, masxara qildi, Alloh balo yuborib yo'qib tashladi ularni. Yo'q bo'lgandan keyin Alloh aytayapti: "Agar o'shalar deydi, iymon keltirib taqvo qilishganida osmonni yerdan baraka eshigini ochib qo'yardik ularga" deydi. Endi bular yo'qolib ketdi. Endi bularga bu imkon yo'q. Ikkita shart qo'yapti. Iymoni bo'lganida, iymon keltirib turib taqvo qilganida osmondan yerdan baraka eshiklarini ochib qo'yar edik. Lekin nima qilishdi? Walakin kazzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Lekin payg'ambarni yolg'onchi qildi. Shu qilgan ishi tufayli ularni vayron qildi deydi. Xulosa, bizda iymon va taqvo sifati bo'lsa, osmon yerda nima kelar ekan? Baraka kelar ekan. O'rik bo'lmayapti, birodarlar, bir necha yildan beri. Bekarga bo'lmayapti bu narsa. Buday bo'lmayapti. Bekarga bo'lmayapti, birodarlar. Ana shu yer taqvoga, mana islom ummati, islom davlati shunday bir gurkiragan paytda bo'rilar qo'ylar oldi yurdi dedik. Ekin-tikin mo'l bo'ldi, birodarlar. Hatto yomg'irga gapiradigan bo'ldi xalifalar. Qachon, birodarlar? Taqvo bo'lganida. Alloh taolo mana shu yahudlar haqida aytadi: "Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasid wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun." Agar ular deydi Alloh taolo Tavrot bilan Injilni qoyim qilishganida, ular oyoqlarini ostlaridan ham, boshlarini ustlaridan ham Allohning bergan marhamatini ko'rishgan bo'lar edi, lekin bosh tortishdi. Ularda insonlilari ham bor, ko'prog'i fosiqlar dedi Alloh taolo. Ana shu aytilgan 13 ta foydasi. Mana yarim soatga borib qolyapti, birodarlar. Alloh subhanahu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda bir marhamat qilib aytadi: "Man ja'ala al-humuma hamman wahidan, kafahu Allohu ma hammahu min amri dunya, wa man shaghalathu hammuhu ahwal ad-dunya, lam yubali Allohu ta'ala fi ayyi awdiyatin nari ahlakahu." Insonda g'am bo'ladi.
Hamma odamda g'am bo'ladi, ayting. Beg'am odam bo'lmaydi o'zi. Aqli joyida. Hamma g'amlarini dedi Rasululloh. Dunyodagi hamma g'amlarini bitta g'amga almashtirib olsa bitta odam. Ya'ni Allohni rozi qilishlik g'amini birinchi o'ringa qo'yib, boshqa g'amni surib qo'ysa, boshqa g'amlarini yechimini Alloh taolo o'zining zimmasiga oladi deydi. Siz Allohni rozi qilaman deb Alloh aytgandaqa yashang-da, Alloh aytgandaqa tijorat qiling, Alloh aytgandaqa muomala qiling, Alloh aytgandaqa yuring. Alloh boshqa hamma problemingizni hal qilib beraman deyapti. Ishonmaymizmi bunga? Agar kim mana shu g'amni qilmasdan boshqa g'amlarni qiladigan bo'lsa, Alloh o'zi biladi qaysi azob bilan azoblashligini. Endi hozir mana shu 14 ta foyda, 13 ta foydasiga kirishadigan bo'lsak, yarim soatdan o'tib ketadi. Shuning uchun bugun mana shu muqaddimasi bilan kifoyalanamiz. Bitta oyatni sharhini ko'rgan bo'ldik. Agar mana va man yattaqillaha yaj'allahu mahraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kim Allohdan taqvo qilib yashasa, Alloh taolo uni har qanday mushkuldan osonlikka, yengillikka chiqaradi va shundan keyin kutmagan joydan rizqini berib qo'yadi. Demak, taqvo qilsak, rizqimizni Alloh barakotli qilib beradi. Inshaalloh ertaga bo'ladigan suhbatimizda ana shu taqvodorlarga beriladigan foydalarni aytib o'tgan bo'lamiz. Alloh taolo birga bo'ladi taqvodor bilan. Alloh taolo taqvodorni yaxshi ko'radi. Alloh taolo taqvodorlarning do'sti bo'ladi. Ishlarini oson qiladi, gunohlarini kafforat qiladi, xavf va xatardan omonda saqlaydi. Yaxshi amallar. Mana kecha shu suhbatni tugatganimizdan keyin akalarimizdan bittasi kelib shunday bir savol berib qoldi. Alloh rozi bo'lsin, diqqat bilan eshitayotgan ekan, bir qalbiga borib tushib shekilli shu savol kelibdi. Bu uka siz gapirayotgan bu gaplar bari xulosa olib tursak, hayotdagi hamma mushkullarni hal qiladigan ishlar shu taqvoga borib taqalyapti. Shu sizning xulosalaringizmi yoki o'qib berganlaringiz, biror bir hadisdan hujjatingiz bormi degan bir chiroyli savolni berdi. Birodarlar, bu gapilayotgan gaplar xulosa emas. Bu olimlarning gapi ham emas. Bu hadis ham emas. Bu to'g'ridan to'g'ri oyat birodarlar. Mana shu aytilgan 13 ta foydani Alloh taolo mana shu Qur'onda to'g'ridan to'g'ri oyatlar bilan isbotlab qo'ygan. Mana ana shu oyatlarni adresi bilan qiziqadigan birodarlar bo'lsa, mana aytib beramiz. Bugun inshaalloh ana shu kecha o'tgan darsimizni bir qancha bir misollar bilan sharhlab berishga harakat qilamiz inshaalloh. Mana aytdik, taqvo bu Alloh taolo bandalardan talab qilgan yagona narsa. Alloh taolo bizdan rizq so'ramaydi. Bizdan bir shukr, bizdan minnatdorchilik talab qilmaydi, balki bizdan faqat ibodatni, taqvoni talab qiladi. Mana aytdik, taqvo har qanday mushkullarga yechim bo'lgan, har qanday bir muammoni yechiladigan bir yagona yo'li. Fattaqulloha va yuallimukumulloh dedi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Sizlar taqvo qilinglar, men o'zim ham yod o'rgataman. Faraz qilaylik, bir ota-ona, bir otaki kasaliyatda, bolalari hali balog'atga yetmagan edi, vafot etishga arafasida turibdi. Bolalari sag'ir qolgan, o'lib ketyapti. 4 ta yoki 3 ta kichkina bolasi ana shu beva ayol bilan qolyapti. Ota ketyapti oxirat safariga. Mushkulami? Problemami? Buni hech qanaqa tanish bilish bilan hal qilib olmaydi buni. Bu ketayotgan odam hech narsa qila olmaydi bolasi uchun. Lekin farzandlarini o'zidan keyin yetim qolib, qiylanib ketishligi haqida o'ylaydigan bo'lsa, odam siqilib ketadi. Mana shu o'rinda islom nima deydi? Mana shu vafot etayotgan ota agar tiriklik davrida Allohdan taqvo qilib yashagan bo'lsa, xavotir olmasin deyilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayapti, farzandlarini kelajagi haqida g'am qilgan, farzandlarini kelajagini o'ylagan ota bo'lsa, bitta narsa qilsin deyapti. U ham bo'lsa taqvo qilsin. Dalil Musa va Xizr alayhissalomlar ana shu bir-bilan uchrashib, Musa alayhissalom Xizr alayhissalomdan ilm o'rganmoqchi bo'lib so'ragan paytda, meni bilgan ilmimni o'rganishga sabringiz yetmaydi dedi. Va 3 ta voqea bo'ldi. Musa alayhissalom haqiqatan sabr qilmadi. Kemani teshib qo'ydi, bir bolani o'ldirib qo'ydi va nurab yotgan devorni tikka qilib qo'ydi. Qishloqqa kirishgan edi, yotoqqa joy so'radi, yoqda hech kim javob bermadi, ovqat so'radi, hech kim bermadi. Qishloqda chiqib ketishayotib, qarasa devorni bir qishloqda chekkasiga bir devor nurab yotibdi. Xizr alayhissalom shunday yengilishmadi-da, ikkala payg'ambar devorni tikka qilib qo'yishdi.
Shunda Musa alayhisalom 3-marta sabr yetmadi, aytdiki, "Ha bu dedi bizga yemoqqa, yotoqqa joy bermasa, ovqat bermagan bo'lsa, ha bu devorni urib qo'ydik bu qishloq ahlining devorini. Ha, haqqini talab qilmaymizmi?" deganda, "Sizni sabringiz yetmagani uchinchisi shu, javobini aytaman" dedi-da, nimaga devorni urganligini aytdi. Bu devor ikkita yetim bolani devori edi. Devorning tagida xazina bor edi. Devor agar yana nurashlikda davom etganda xazina ochilib qolardi, bu ikkita yetim bola ana shu boyligini himoya qilib olishga qurbi yetmas edi. Ota-onasi yaxshi odam bo'lganligi uchun deyapti Musa Xizr alayhissalom. Alloh buyurdi, devorni tikka qilib qo'ydik. Birodalar, o'lib ketgan ota-ona bola chaqasiga nima yordam qilishi mumkin? Hech narsa qila olmaydi. Faqat taqvo bilan o'tgan bo'lsa, o'lib ketgandan keyin bu taqvodor bandani farzandlari Allohga omonat bo'lar ekan. Payg'ambarlar devorni urib qo'yar ekan, birodarlar. O'lib ketayotgan odam agar taqvo qilib yashagan bo'lsa, g'am qilmay o'laversin. Agar uy solib berib, mashina bermagan bo'lsa ham, Alloh taoloning omonatida bo'ladi ular. Fi riayatillah, Alloh taoloning hifzi himoyasida bo'ladi bu farzandlar. Birodarlar, o'shuning uchun hadab devor choplaverib, devor quravermasdan taqvo qilib ham yashab ko'raylik-da. Bizdan keyin Alloh taolo farzandlarimizni ko'chada qo'ymaydi. Mana aytdik, taqvo bu payg'ambarlarning yo'li, avliyolarning yo'li. Darslarimizda birinchisida aytdik, Alif Lam Mim zalikal kitab la royba fi hudal lil muttaqin. Bu kitob taqvodorlar uchun chiroq, haqiqat yo'li, chiroqni yo'ldagi qorong'ulikni yoritadigan chiroq dedik. Taqvodorlarga yo'l ko'rsatadi bu Qur'on dedik. Ya'ni birinchi kelayotgan oyatlarga e'tibor beraylik-da. Taqvodor bo'lsang, ine Qur'on senga ta'sir qiladi, deyapti. Ine senga yo'l ko'rsatadi, deyapti. Bir oyatni bir odamga o'qib bersangiz yig'laydi, qalbi ezilib. Ikkinchi odamga o'qib bersang baxrayib turaveradi. Nima bo'pti deb. Bu nimani belgisi? Ana shu taqvoning yo'qligi. Mana aytdik, taqvo qilinglar, Alloh o'zi ilm o'rgatadi dedik. Fattaqulloha va yuallimukumulloh. Qur'ondan oyat, birodarlar. Imom Azamni gapirib o'tdik. Ana shu ikki bir-biriga yopishilib qolib tug'ilgan, bittasi o'lik, bittasi tirik chaqaloq. Alloh taolo o'rgatuvdi, ikki og'iz so'zi bilan hozirgi kundagi doktorlar ajrata olmayotgan narsani ikki og'iz so'zi bilan ajratib qo'ydi, birodarlar. Biz taqvo qilaylik. Allohning aytganida yashaylik-da. Uhud kuni musulmonlardan 50 tasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rumotga qo'yib qo'ydi. Orqani himoya qilib turinglar dedi. Biz yengsak ham, yengilsak ham, qirilib ketsak ham, o'lja olib yutsak ham, o'rninglardan tushmanglar, mendan to buyruq kelmaguncha dedi. 50 ta kamonchi Rasulullohning gapiga labbay deb javob berib taqvo qilib turishganida, Xolid ibn Valid orqada otliq qo'shinning boshlig'i edi. 3 marta harakat qildi musulmonlar orqasidan o'tib urishlikka. Lekin ana shu 50 ta kamonchi taqvo qilib payg'ambar gapida xo'p deb turganda 22 minutda, birodarlar, 7 marta bayroqdan o'tirishgan ekan Uhud g'azot kuni musulmonlar. Tasavvur qilaylik-da. 22 minutga, 23 minutga qolmasdan har 2 minutda bayroqni bittadan o'tirishga o'rgan ekan. 7 marta bayrog'i yiqilganidan mushriklar sarosimaga tushib qochib qoladi. Yarim soatga qolmasdan jang tugadi, birodarlar. Nimaga musulmonlarga Alloh bunaqa yengil g'alabani berdi? Chunki taqvo qilishuvdi. Rizq topishlikning ham yo'li shu. Taqvo qilinglar, rizqinglarga baraka beraman, deyapti. Rizqni Allohning huzuridan istaylar, ibodat qilishligi bilan, deyapti. Ha, endi 22 minut borgan yarim soatda ana shu jang tugadi. Musulmonlar mushriklarni quvib qarab ketib qoldi. 50 ta kamonchini esliklari aytdi. O'ljadan qolyapmiz dedi. Dunyoga bo'lgan muhabbat u yerda bir avj olib ketdi. Yuringlar, o'ljadan olib qolaylik dedi. Ba'zi bir sahobalar aytishga, "Ey, Rasululloh nima degan? Mendan buyruq kelmaguncha jilmanglar, qirilib ketsak ham, yutsak ham" degan desa, ta'vil qilishdi. Mana bo'lsa kerak u. U bunday bo'lganda bo'lsa kerak, hozir bo'laversa kerak demak deyishgan ekan. Rasululloh urush bo'layotganda tushmanglar dedi. Urush tugadi. Yuringlarda o'tdi. Taqvodan tushishdi, Alloh taolo naq g'alabasini mag'lubiyatga aylantirib qo'ydimi? Qaranglar, taqvoda turdi, g'alaba naq bo'ldi. Bir pasda bo'ldi. Taqvodan tushuvdi, Alloh taolo shunday g'alabani mag'lubiyatga aylantirib qo'ydi. Jazoladi Alloh taolo bandalarini. Musulmonlar yengildi, mushriklar yengdi, 70 ta sahoba shahid bo'ldi. Ularni jussalarini muslo qilishdi. Hamza ibn Abdul Muttalib jigarini chaynadi, Hind bint Utba olib qaytishdi mushriklar. Hamra Rasad ketganda to'xta dedi mushriklar. Muhammadni o'ldirmadik dedi. O'lja olmadik dedi. Madinani fath qilmadik, hech narsa qilmadik biz hali dedi. Yuringlar dedi, istig'ida bosamiz dedi. Musulmonlar ham jismoniy ham ruhoniy bir mag'lubiyatga uchrab, yarador bo'lib Madinada turgan paytda Alloh tomonidan buyruq keldi.
Mushriklar orqasidan quvinglar qo'shin bilan dedi. Mag'lubiyatda turgan sahobalar taqvo qilib, qiyin bo'lsa ham payg'ambarning gapiga xo'p deb chiqdi. Mushriklar orqasidan qo'shin bilan chiqishdi. Hatto shu darajada bo'lgan ekanki, ba'zi sahobalar bir jismonan bir zaiflashib, yarador bo'lganligidan tuyaga shotiga o'tkazib ko'tarib chiqarishib qo'ygan ekan. Lekin shunday qiyin ahvolda taqvo qilishuvdi, Alloh taolo narigilarni qalbiga qo'rquv soldida, ular qochib ketishdi. Aylanib kelib oqibatda mag'lubiyat g'alabaga aylandi. G'alaba bo'ldi, taqvo bo'lganda. Taqvo yo'q bo'ldi, mag'lubiyat bo'ldi. Mag'lubiyatda musulmonlar taqvo qiluvdi, Alloh taolo g'alabaga aylantirib qo'ydi. Yana qanaqa misol kerak? To'g'rida, qarzlarimizdan qutulguncha, ishlarimiz bir joyida kelguncha kechasi nafl namoz o'qiymiz. Keyin ishlar yaxshi bo'lib ketgandan keyin nima deymiz? Bo'ldi. Endi shunday ketadi hammasi. Taqvo qilgan bandaga Alloh taolo mahrojni beradi dedik. Va man yattaqilloha yaj'alhu mahraja. Damashqda shu Misk degan ko'cha bor ekan, Alloh alam. Tarix bor ekan shu Misk deb nomlanishligini. Mana xushbo'y narsani Misk deyiladi bizda, mushk deymiz biz. Damashq ko'chalarining birida ana shu salaf solihlarning davrida bir attor yigit bo'ladi. Yoki ana shu arshi malalandirdiku, ko'tarib yurib material sotib yuradiganlarda. Ana shu matosini ko'tarib uymi savdo qilib yuradigan bir yigit bo'ladi. Ko'chalarda ana shu odatiga ko'ra kelib, eshik tagiga kelib, ayollar ko'chaga chiqmaganligi uchun eshik tagiga kelgan ekan do'kon birodarlar. Taqvo qilsa ayollarga magazin eshik tagiga kelgan ekan. O'zlari yurmasa bozorga. Ana shunday savdosini qilib yurgan paytda bir ayolni eshiging tagiga chaqirganligiga quloqiga tushadi va boradi. Borganda ichkariga kiring, ichkariga kirganingizdan keyin olaman deydi. Hali yigit ichkariga kiradi. Hali ayol eshikni shunday bekitadi-da, erim moncha muddatdan beri yo'q, men bilan deydi zino qilasan deydi. Majbur. Nima qilaylik, iloji bo'lmay qoldi deb qo'ymadi. Aytdiki, agar sen chiqib ketaman desang, hozir baqiraman, men uyimga bostirib kirdi, tajovuz qildi, o'ldirmoqchi bo'ldi, zino qilmoqchi bo'lsa, endi o'ldiriladi bu. Zino qilay desa, Allohdan qo'rqadi. Qilmay desa, bu yerda tuhmat turibdi. Mushkulami, birodarlar? Bu mushkuladan kim chiqaradi insonni bu o'rinda? Faqat Alloh azza va jalla chiqaradimi? Fattaqulloh va yuallimukumulloh. Va man yattaqillaha yaj'alhu mahraja. Allohdan qo'rqinglar deyapti. Har qanaqa muammodan chiqib ketish yo'lini o'zim ko'rsataman dedi. Nima qildi yigit? U dedi, bu dedi, dod solaman dedi. Hozir har qanaqasiga bu qiz nima, bu ayol haq bo'lib chiqadi. Chunki ostonasini oqlab o'tganingizdan keyin albatta siz nohaq bo'lasiz. Ming xil yo'lni qilib ko'rdi, lekin bo'lmadi. Oxiri yigit ko'ndi. Xo'p dedi. Men sen bilan zino qilaman dedi. Faqat hojatxonaga bir kirib chiqay dedi. Hojatxonaga kirdi, ana shu yerdagi najosatni olib shunday betlariga, boshlariga surkab chiqdi. Chiqqanda haligini badbo'y hidiga hali ayol eshikni ochib haydab chiqarib yubordi. Yo'qol dedi. Zinodan qutulganligiga, ma'siyatdan omonda qolganligiga hamd aytgancha yurgancha ko'chadan ketdi. Yuzidagi najosat mushka ambarning hidini tarqatib turar edi. Birodarlar, bu payg'ambar zamonida emas, keyingi davrda bo'lgan. Bu avliyo, sahoba yoki bo'lmasam siddiq emas, oddiy bitta yigit bo'lgan. Lekin taqvo qildi, Alloh nima qildi? Mahrojni berdimi? Birodarlar, bu amaliy misollar. Endi kitob yozib qo'yganda demaylik, bu bo'lgan ishlar, birodarlar. Sahobalar davrida mana musulmonlar Forsni fath qilib borar ekan, Tustar degan qal'ani qamal qilishadi. Juda bir mustahkam qal'a bo'ladi. 6 oy qamal qilib olish olmaydi musulmonlar. Har xil yo'lni qilib ko'rishadi, lekin imkoniyati bo'lmaydi. Shu derazalarni ochinglar, ozgina havo kirsin. Ozgina. Ochiq qo'ylar, keyin yopib qo'yasizlar. 6 oy qamal qilishadi. Olish olmaydi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu amir bo'ladi lashkarga. Bir kishi keladi. Yuziga niqob to'sgan. Men deydi, qal'ani qanaqa qilib ochishni yo'lini bilaman deydi. Men aytgan ishni qilinglar deydi. Qilishadi. Nima deyshadi? Nima deydi? Ana shu qasrning ichiga tosh otadigan palahmoniga o'tkazishadi-da, qilich-pilichini o'zini olib turib otishadi. Tunda uchib qal'aning ichiga tushadi.
Devor baland, chiqishni iloji yo'q, kunduzi qamal qilyapti 6 oydan beri, natija bo'lmayapti, ichiga tushdi. Birodarlar, bu Allohdan taqvo qilganligi uchun kelmayaptimi shu ishga? Chunki irg'itganda suvga tushadimi, o'tga tushadimi, dushmanning oldiga tushadimi, lekin Allohga tavakkul qilganidan, Allohni rozi qilaman degan g'ami borligi uchun shu ishni qildi. Bir qancha muddatdan keyin otishib o'rgandan keyin Alloh akbar deb qalam eshigini ochdi, musulmonlar fath qilishdi. Juda katta o'lja tushdi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqas aytdiki, har bitta Ayshadagi jangchini o'ljasini bergandan keyin niqob egasi ham kelsin dedi. Eng katta ulushni shu olish kerak. Chunki 6 oydan beri necha mingta musulmon qilmayotgan ishni bitta o'zi qilib qo'ydi. Lekin nima uchun Alloh shu imkonni berdi unga? Mana hozir eshitamiz nima uchunligini. Bir necha kun kelmadi hali niqob egasi. Kim? Hech kim bu kishining kimligini bilmaydi. Oxiri amir buyurdi. Niqob egasi kelsin dedi. Amirga itoat qilishlik vojib. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqosning chodiriga bir kishi kirdi, aytdiki: "Ey Amiral Mo'minin" dedi, "Men u kishining kimligini bilaman" dedi. U kishini deydi, 3 ta sharti bor, shu ishini shartini bajarsangiz, oldingizga kelar ekan deydi. Nima u? U kishini kimligini aytmaysiz ekan. Tarix kitoblariga yozdirmaysiz ekan. Shu Allohning o'ljasi hammi dekin, shu 3 ta shart qo'yadi, uchala shartida tamomiy ixlos. Birodarlar, haqiqatan tarix kitoblariga oltin harf bilan yozib qo'ysa bo'ladigan ishni qildi. Lekin taqvo qilganligi uchun mukofot kutmayapti bandasidan. Alloh uchun qildi. Qabul qildim deganda menman o'sha kishi deydi. Hazrat Umar Sa'd ibn Waqqosdan so'radi keyin xalifa. Ayt deganda aytmayman deydi. Bitta Sa'd ibn Waqqos bu kishining kimligini biladi, o'zi bilan go'rgab ketadi u kishining ismini. Hazrat Umar duo qilar ekan. Hazrat Umar birodarlar, tirikligida jannatda biletini qo'liga olgan. Payg'ambar u kishidan rozi bo'lib ketgan. Shayton va kechadan kelsa, Umar kelsa teskari qilib ketadigan Hazrat Umar duo qilgan ekan. Parvardigor, qiyomat qoyim bo'lsa, meni niqob egasini yonida tiriltirgin degan ekan. Qilgan ishini yaxshi ko'rganligidan, ixlos, bu tamomiy ixlos bu. Shu qilayotgan ishida Allohga bo'lgan taqvo bo'lgan ekan, Alloh qal'ani eshigini u kishiga ochib bergan ekan. Minglab akalar, minglagan odamlar bozorlarda yuribmiz, rizq degan eshikni fath qilamiz deb ocha olmayapmiz. Bitta taqvodor bo'lsin. Jolut qo'shiniga Tolut qo'shini keldi. 314 ta yahudiylar Shamuel alayhisalom bilan Tolut ismli podsholar tomonidan keldi. 314 ta, milliontadan 8000 tasi chiqdi. Amaliklar bilan urushgan yahudiylardan. U 8000 tadan Urdun daryosini kesib o'tayotganda 314 ta qoldi. 314 ta ana shu Jolutni qo'shiniga ro'para kelganda la taqatan al-yawma bi Jalut va junudi. Bugun kuchimiz yetmaydi deyishardi. Shunda ichida iymoni bor, taqvodor bandalardan 5-6 tasi bor ekanki, "Ey, tizzalar qaltiramasin. Qancha oz jamoalar katta jamoalarni Allohning izni bilan yenggan. G'alaba son bilan, qurol bilan bo'lmaydi, taqvo bilan bo'ladi" deb turdi. Shunda Jolut chiqdi nariyadan, kofirlarning kattasi. Kim men bilan yakka-makka olishadi? Hech kim chiqmadi birodarlar. Bo'yi ham yo'q onida. Qurol aslahasi ham joyida edi. Bu Banu Isroil kichkina edi bo'yi hammasini. Qurol aslahasi ham yo'q edi. Necha ming kilometr yurib kelgan edi. Kim men bilan chiqadi deganda 16 yashar yigit chiqmadimi birodarlar? Men dedi. Taqvo qilgan uchun chiqdimi? Milliondan 8000 ta. 8000 dan 314 ta. 314 dan 20 ta. 20 tadan bitta taqvoga loyiq odam bor ekan, 3 ta toshni otuvdan ontarib berdi Alloh taolo. Birodarlar, biz pushka bilan otib ocha olmayapmiz u rizq degan darvozani. 24 soatlab hujum qilyapmiz, ocha olmayapmiz u eshikni. Taqvo qilaylik-da, bitta odamni bunday qilgan harakat bilan ochiladi Alloh bersa. Taqvo birodarlar. Xo'p, bu erkak kishilar. Ibrohim alayhisalom ayoli Hojarni emizikli Ismoil bilan Bakka degan vodiyga yetalab keldi. Ha? Eslaylik shu qissani. Yetalab keldida, turinglarmadi dedi, shavqasin qilib ketdi. Shunda Hojar ona aytdiki, "Ey Ibrohim, bizni tashab ketasizmi shu yerga?" dedi. Indamay ketyapti. Bir dona bolasi, 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasini o'limga tashab ketyapti. Hozirda ham Makka shahri bo'lmagan. 2 marta so'radi, indamadi. 3-marta Allohu amaraka bi hada. Yo, Alloh buyurdimi sizga bu ishni dedi. Dedi Ibrohim alayhisalom, "Ha" dedi.
Izan lan yuzayyana Alloh dedi ayoli. Alloh buyurgani uchun qolsak, unda bizni zoya qilmaydi, shavqasiga qayt. Yurakdagi quvvatni qarang. Erkaklarga ibrat bo'ladigan darsda aytdi. Allohning buyrug'i mushada qolsa dedi. Shu harom pulni olmasam Alloh mendan rozi bo'ladimi? Bo'ldi olmadim deganda. Bizni sho'rga borib tashlab olmoqchisiz kim birodarlar? Faqat savdoda nima qilma deyapti, yolg'on gapirma deyapti. Rizq haqida g'am qilma deyapti. Mukofot qanaqa bo'ldi? Mukofotda ichib ko'rdinglar hammalar birodarlar, Zamzam degan suvni. Makka degan shaharga borib ko'rdinglar birodarlar. Taqvo qiluvdi. Alloh ko'chada qo'ydimi bu zaifani? Zamzam suvini chiqardi, Jurhum qabilasi keldi, Makka degan shahar paydo bo'lmadimi? Nimani mukofoti bari bular? Taqvodimi? Abdulloh ibn Huzofa Sahmiy. Mana sahobalardan. Rumga musulmonlar qo'shin tortib borganda asir tushadi. Asir tushadida ana shu Rumning podshosi bu musulmonlarni deydi payg'ambarga bo'lgan muhabbati juda qattiq ekan. Bir sinab ko'rmaymizmi? 5-6tasini olib kelinglar dedi. Olib keldi. Abdulloh ibn Huzofani olib keldi. Haligi imperator shunday qarab turdi-da, bitta taklif bor dedi. Asir tushgan musulmonga bitta предложение bor deyapti. Xo'sh deydi Abdulloh. Dinini qo'yasan deydi. Meni dinimga o'tasan, seni omon qoldiraman deydi. Desa yo'q deydi. Bo'lmasam o'lasan desa, o'shini deb kelganman bu yerga deydi. Bo'lmasam deydi, yana bitta taklif bor deydi. Olib borishadi, devorga qo'yib, buyuriydi kamonchilarga. Kamonni shunday otinglarki, yoniga kelib sayilsin, cho'chitinglar. Olib boradi qo'yishadi, otishadi, oyoqlarini oldilariga, kallarga sayladi, olib keladi. Yana bitta taklif bor deydi. Xo'sh deydi. Dinini qo'yasan deydi. Meni dinimga o'tasan deydi. Senga juda katta pul beraman deydi. Va qo'yib yuboraman deydi. Xohlamaydi. Yana bitta taklif bor deydi. Vazirim bo'lasan deydi. Birodarlar, uch paytdagi Vizantiyskiy imperiya, mana Rum deganda Rimskiy imperiyani tushunmaylik. U burun bo'lgan, Iso alayhisalom davrida bo'lgan Rimskiy imperiya. Rum, Vizantiyskiy imperiya bu. Turkiyaning territoriyasida bo'lgan. O'sha davrdagi eng kuchli imperiyaning bitta imperatori vazirim bo'lasan deyapti. Faqat pul bermayapti, biz qo'llagan faqat pulni emas, amalni ham beryapti desa, unamaydi. Unda o'ldirib yuboramiz sen deydi. Shuning uchun keldim deydi. Shunda ko'zini oldida bir qancha musulmonni olib kelib turib, qozonda qaynab turgan yoqqa shunday tashlashib yuboradi tirikligicha. Qovjirab, suyaga terisidan go'shidan ajrab ketadi. Abdullohni olib kelib tashlashmoqchi bo'lganda yig'lab yuboradi Abdulloh. Podshoga aytishadi, yig'lab yubordi deydi. Sindi deydi. Olib kellarchi deydi, olib keladi. Nima bo'ldi? Talabimga ko'ndingmi? Qo'rqdingmi desa, yo'q deydi. Hali ham o'sha gapim gap. Qo'rqmadim deydi. Nima qurib ketgan? Nima yig'lading unda desa aytadiki, nima yig'ladim aytaymi deydi. Hozir meni oldimdan burun bitta musulmonni tashlading, shunday qovjirab go'shi suvidan ajrab ketdi. Hozir meni ham tashlashadi, men ham Alloh yo'lida bitta jonimni beraman, shu bilan Alloh oldiga yetaman. Nimaga yig'ladim? Nimaga bitta jonimni berib Allohning roziligiga yetishamanmi? Nimaga jonim mingta emas, mingta jonimni bermayman Alloh yo'lida? Bitta jonimni beraman Allohning roziligiga deb jonimni bittalik yig'ladim deydi. Taqvo birodarlar. Bitta ish qilsang deydi, qo'yib yuboraman seni deydi. Podsho qoyil qoladi. Peshanamdan bitta o'f qo'y deydi. Senda qolgan bitta peshanamdan o'f qo'ysin deydi. Peshanamdan o'f qo'ysam, qolgan asir tushigan musulmonlarni ham qaytarib yuborasanmi deydi. Qaytarib yuboraman. Abdulloh aytadi keyin, o'ylab ko'rdim deydi. Bitta mushrik nasroniyni peshanasini o'f qo'ysam, hech narsa bo'lmasa kerak deb peshanasini o'pdi. Podsho ana shu asirlar bilan qo'shib jo'natib yubordi. Hazrat Umar eshitganda aytdiki, har bitta musulmon dedi, Abdullohning peshanasini o'pishlik kerak. Birinchi bo'lib men o'zim o'paman dedi. Birodarlar, taqvo qilsa Alloh taolo yo'l ko'rsataverar ekan. Shu kuni o'lmay qolishini Alloh taqdir qilgan ekan. Dinida sobit turuvdi ham o'lmadi. Agar mushrik bo'lib ketganda ham o'lmasdi ekan. Alloh taolo dushmanlarning makr hilasidan omonda saqlaydi dedik.
Hajjoj ibn Yusuf mana qohir xalifalardan bo'lgan. Juda ko'pchilikka zulm qilgan. Ana shu o'zini shahrida katta bir qasr quradi, katta bir bino qurib, nohata bir ziynatlar bezab qo'ygan paytda aytadi, "Moqtaylar buni" deydi, hammalar deydi. Shu yerdan keyin bari Hajjojdan qo'rqqanlar saroyda maqtab ketishadi. Binosini qarang, ustunini qarang, kalvaga qarang, peshqarasini juda maqtaydi. Shunda Hasan Basri shunday turadi-da, "Sizlarga voy bo'lsin" deydi. Firavun bundan ham kattaroq qurgandi deydi. Firavun bundan ham mustahkamroq qurgandi. Juda yomon edi shu qilgan ishda. Hamma dahshatga tushadi. Hajjojga bu gap yetgan paytda senlar deydi, bitta Hasan gapirsa gapini qaytarisha olmadingmi? Shuncha ham bo'lib turib, Hasanni qonini ichiraman menga deydi. Chaqirtiradi qatl qilishlik uchun. Hasan Basri kelganda Allohga tavakkul qiladi, taqvodor banda bo'lgan. Mushkuliga kelyapti. Mushkulidan qanday chiqaryapti Alloh? Kelishligiga chopaman, otaman degan Hajjoj qo'sh qo'llab, ikki qo'llab kutib, to'riga o'tkazib, bir pera choy berib, muomalasini zo'r qilib chiqarib yuboradi qaytarib birodarlar. Ahmad ibn Hanbal Qur'onni maxluq deysan deb xalifa majbur qilgan paytda, unamasdan maxluq emas, Allohning kalomi degan paytda o'limga hukm qiladi. Olib kelgunga qadar Ahmad ibn Hanbalni qatl qilishlikka xalifa o'zi o'lib qoladi. Bu mushkullardan kim chiqaradi birodarlar? Bu amaliy ko'rinishlari bu. Biz nima qilaylikki, biz taqvo qilib hayotimizda ko'rmayapmiz shu natijasini. O'shuning uchun quruq gapga o'xshayapti nazarimizda. Zamonamizda bo'lgan birodarlar, Ahmad Kishki, Abdulhamid Kishki, ikki ko'zi ko'r bo'lgan olimlardan bo'lgan, Misrlik bo'lgan. Shu kishini qamashgan dini uchun, azoblashgan. Shunday azoblashganki, itni kirgizib yuborgan, quturgan itni. Kirganda hali it Abdulhamid Kishkida tolashga mo'ljallangan it tegmaydi u kishiga. U kishi namoz o'qiganda yonboshga o'tib turadi. Abdulhamid Kishki ovqat olib kelgan paytda yarim ovqatini itga surib beradi, sindirib nonini. It yemay surib qo'yadi Abdulhamid Kishkining oldiga. Buni ana shu qo'riqchi bo'lgan, keyin mana shu ishdan pushayman bo'lgan soqchilar gapirib bergan bu narsani. Abdulhamid Kishk bavul qilsa, siydigini yalab kunni o'tkazgan it. Hattoki it uni tolamayotganligini ko'rganda, soqchilar olib chiqib ketgani kirganda it Abdulhamidni himoya qilib ularga tashlanadi. Birodarlar, taqvo qilganda Alloh taolo mana shunday bir kalomatni ko'rsatib qo'ygan. Bu mana shu biz 20-asrda bo'lgan ishlardan. Agar u yoqda uzoqda bo'lgan desak, mana kechagi bo'lgan davrlar birodarlar. Har qanday mushkullardan Alloh chiqargan. It olib chiqib ketayotgan, olib chiqib ketishga kirgan it tashlanib turib olganda Abdulhamid itinga aytdi, "Bu sirada itinglar" deydi. Shunda Abdulhamid bir og'iz gapiradi, "Ey Allohning mahluqi, chiqib ket." Chiqib ketyapti, itni yig'laganini rivoyat qilishadi birodarlar. Ko'zidan yosh oqqanligini mana shu soqchilar rivoyat qiladi. Bu nimani belgisi? Taqvo qilinglar debdi Alloh. Har qanday mushkuldan chiqarib, biz bor yo'q shu pul uchun taqvo qilib qo'ysak ham katta gap bo'lyapti. Bu pul melichidi birodarlar. Haligi yog'och usta randani stanogiga yog'och haydayotganda to'pon tushadi tagidan. To'poniga qiziqib randalaydimi yoki romi tekis bo'lish uchun randalaydimi? To'pon uchun randalayotgan duradgor ahmoq bo'ladi. U xolasa xolamasa to'pon unga qoladi, tushadi. Zo'r to'pon chiqyapti deb turib. Biz Allohni rozi qilishlik uchun taqvo qilaylik-da. Bu rizq melich birodarlar. Mayda arzimagan narsa, lekin shuni boshimizga kiyib olganimiz problema qiladi. Tushundinglarmi? Rizq uchun taqvo qilmaylik biz. U o'z-o'zidan keladigan narsa. Hali velosiped debsiz pedal aylanadi-yu. Darslab o'tirgan bola pedal aylanganiga qarab borib velosipedni tumshug'ini devorga soladi. Chunki aylanganiga qiziqadi. Oldiga qarasin, bu aylanadi o'zidan o'zi. Biz o'ylanadigan narsa emas rizq bu. Taqvo qilinglar, men o'zim o'rgataman deyapti Alloh azza va jalla. Inna akramakum indallohi atqakum dedi Alloh taolo. Allohning huzurida sizlarda eng hurmati balandinglar, Allohdan ko'p taqvo qilganinglar dedi. Mana birodarlar, bu Alloh esimizga solgan ba'zi narsalar. Agar tarixni gapiradigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, to'lib yotibdi. U tarixda nomi tarix kitoblarida qolgan kishilar taqvo qilgani uchun kitobda qoldi ularda. Nima demadinglar? Qancha podshohlar, qancha bir boyvachchalar kelib ketgan, ularda atana bola chaqasi ham islamaydi kerak bo'lsa.
lekin taqvo qilganlarda Alloh taolo mana shuni o'zining kitobida yozib zikr qilib qo'ydi. Bu sahobalar, tobiinlar, olimlar gapni indallosa akalar. Taqvo qilaylik-da. Rizq bu ko'plab keladigan narsalarning qatoridagi bitta narsa. Lekin shuni pesh qilib gapirishga to'g'ri kelyapmiz. Taqvo qilsanglar ishlaringiz yurishadi deyapmiz. Gapdim deb po'skallasi. Ha, demak taqvo qilsam ishlarim yurishar ekan deb turib taqvo qilsa ham ajamas keyin tushunib qolsa taqvoda. Fattaqulloha yazidkum quwwatan ala quwwatikum va la tatawallaw mudbirin. Mana Xudo alayhisalom aytadi, "Ey qavmim, Allohdan taqvo qilinglar" deydi. Quvvatinglarga quvvat qo'shadi deydi. Quvvatinglarga quvvat qo'shadi. Albatta ikkita tuxum yeymiz. Kuchliroq otimiz. Nima qilmaslik uchun? Charchab qolmaslik uchun. Saharlikda ko'proq yeylar birodarlar. Yong'oq yeylar ikkita ovqatdan keyin. Xilma-xil taomlar yeylik. Nima uchun? Qiylanib qolmaylik, charchab qolmaylik, iligimiz uzukib qolmaylik. Taqvo qilaylik-da birodarlar. Saharlik qilmasiz ham qoningiz to'g'ri yuraveradi. Kim to'g'izadi qorinda? Biz ovqatga suyanmaylik qonimizni tikka turishlikka. Biz pulimizga suyanmaylik hayotdagi problemalarni hal qilishlikka. Taqvo qilaylik, Alloh taolo hamma narsani o'zi hal qilib beradi. Mana Alloh taolo mana shu oyat bilan tugatamiz. Agar ular deydi Alloh taolo Tavrot va Injilni qoyim qilishganida deydi mana shu Banu Isroil. Oyoqlarining ostidan ham baraka kelardi, ustlaridan baraka kelardi, lekin inkor qilishdi. Shu qilgan ishlar tufayli bizlarni azobladi deydi. Alloh taolo birga bo'ladi taqvodor bandasi bilan Nahl surasi. Alloh taolo muhabbati bo'ladi bandasiga, taqvodorlik bandasiga Tavba surasi. Alloh taolo do'st bo'ladi bandasiga, taqvolisiga Josiya surasi, Anfal surasi. Ishlarini yengil qiladi Alloh taqvoli bandasini Taloq surasi. Gunohlarini kafforat qiladi Taloq surasi. Xavf va xatardan Alloh omonda saqlaydi A'rof surasi. Yaxshi amallarini faqat taqvodordan qabul qiladi Moida surasi. Osmon yerdan barakani yog'diradi A'rof surasi. Dushmanlarning makr hiylalarini o'zi nari qiladi Oli Imron surasi. Ilm beradi Baqara surasi. Najot beradi Alloh taolo Maryam surasi. Jannatni beradi Alloh taolo Naba surasi va xayrli oqibatni beradi Alloh taolo Toha surasi. Har bittasiga birodarlar Qur'ondan oyat bor. Hujjati eng kuchligi bu.